Bolalar sizlarda ham shunaqami? Yuragimda quvvat yo'q, shijoat yo'q, irodasizlik, qo'rqoqlik qamirab olgan meni. Nima ish qilmoqchi bo'lsam, ichlarim muzlab ketadi hayajondan. Kechagina eshitib qoldim, aytishlaricha iroda qalbdan quvvat olar ekan. Ya'ni mashinaga o'xshatar ekan irodani. Qalb akkumulyator ekan, ya'ni elektr energiyasi yetkazib berar ekan butun mashinani hamma yog'iga. Mashinani motori bu iroda ekan. Harakatlantirib yurg'izib berar ekan motor mashinani. Aql bu yerda yo o'ngga yur, yo chapga yur, yo to'g'riga yur deb yo'l ko'rsatuvchi ekan. Nafs esa yo Alloh tomonga yur yoki shayton tomonga yur deb qaysi birigadir yurg'izar ekan. Xuddi shunaqa bilan formulani yaxshilab tushunib olsam, demak meni irodam qalbimdan quvvat oladi, ya'ni elektr energiyasi qalb bo'lsa, quvvat oladi. Qalbning o'zi to'yinishlikligi bu Qur'oni Karim, hadisi qudsiy, kitoblar, adabiyotlar, kitob do'konlaridagi va ma'ruza eshitishlik umuman olganda ilm bilan bo'lar ekan. Tushunib oldim. U haqiqatan zo'r. Endi anglab yetyapman. Anglab yetishlik bilan inson kamolotga erishadi. Vo, yaxshi. Demak, qalbimni to'yintiraman. Qalbim to'yingan sari irodam quvvat oladi. Irodamni quvvatlantirib harakatlanaman. Demak, aql boshqaradi, nafs o'ngga chapga, hokazo. Zo'r. Endi mana ko'rasizlar meni. Yaqinda ko'tarilib ketaman. Yaqinda ko'rasizlar, Xudo xolasa.